Assalomu alaykum. Bugun katakana alifbosining ba qatoridagi harflarni o'rganamiz. Bagyo. Ba qatorida 5 ta harf bor. Qaysi harflar? Ba, bi, bu, be, bo harflari. Ba, bi, bu, be, bo. Ba qatoridagi harflar ha qatoridagi harflar bilan bir xil yoziladi. Farqi ba qatoridagi harflarning o'ng tepa qismiga ten qo'yiladi. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf ba harfi. Ba harfi qanday yoziladi? Birinchi chap qismidan boshlaymiz, tepadan pastga. Keyin o'ng qismi tepadan pastga, oxirida esa ten. Ten eng oxirida yoziladi. Yozish qoidasi birgalikda mashq qilamiz. Ba harfi 4 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf bi harfi. Bi harfini qanday yozamiz? Birinchi mana bu qismini chapdan o'ngga, keyin mana bu qismini tepadan pastga olib kelib, o'ng tomonga qayirib yuboramiz. Oxirida esa ten. Yozish qoidasi birgalikda mashq qilamiz. Bi harfi 4 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf bu harfi. Qanday yozamiz? Chapdan o'ngga olib kelib, bitta harakat bilan pastga tushirib yuboramiz. Keyin ten. Yozish qoidasi birgalikda mashq qilamiz. Bu harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf B harfi. Chapdan olib kelib, sal tepaga ko'tarib pastga tushirib yuboramiz. Keyin ten. Yozish qoidasi birgalikda mashq qilamiz. B harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Oxirgi harf qaysi harf? Bo harfi. Yozish qoidasi birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga ilmoq bilan tugatamiz. Keyin o'ng qismidan emas, balki chap qismini tepadan pastga, keyin o'ng qismini tepadan pastga. Oxirida esa tepadagi ten. Yozish qoidasi birgalikda mashq qilamiz. Bo harfi 6 ta harakat bilan yoziladi. Ba qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? Ba, bi, bu, be, bo harflari. Mashq qilamiz. Ba, bi, bu, be, bo. Ba, bi, bu, be, bo. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi?
basi, basi, avtobus, biza, biza, viza, besto, besto, kamzul, tabu, tabu, taqiqlangan narsa, bayto, bayto, soatbay ish, beef, beef, mol go'shti, banana, banana, banan, bajji, bajji, значок, байк, байк, мотоцикл, beddo, beddo, karavot, bug, bug, sumka, botan, botan, tugma, number, number, raqam, business, 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 cyborg, cyborg, kiborg, basketto, basketto, savat, boxing, boxing, box, adobais, adobais, maslahat, guidebook, guidebook, sayohat qo'llanmasi, hamburger, hamburger, gamburger, biohazard, biohazard, biologik xavf. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.